Assalamu alaykum. Hammaga xayrli kun. Mana pixta archani, pixtasi bormi, chiqadimi deb so'rashdi mendan. Mana 4 ta tüp o'zi pixta archam bor. Bundan pixta chiqadi. Men buni o'zim parga kirganda, men shu archani pixtasini olib kirib ketaman. Mana bunda qilsam, mana ko'rdinglarmi? Mana pixta, mana. Bassam mana, bunda qilsam, mana. Tayyor pixta chiqyapti mana. Mana tayyor pixta. Mana shu daraxtning tanasi bari pixta mana. Mana. Pixtani bekarga ekishmaydi mana. Mana shuning uchun mana eksanglar, sizlar ham buni tag'arada suvga keyin chayqab olsanglar, sepadigan tag'arada ham chelakdami nimaga? Mana shu pixtasi chiqadi mana. Mana. Bu spesen toza pixta daraxti bu, archa. Men o'zim mana shunaqa qilib pixtani chelakka qilib olamanda, parga kiraman, zato naturalniy pixta. Mana. Mayı pixta daraxtini taniganlar mana biladi o'zi. Archa вообще zo'r, mana shuni ekish kerak, sog'liqqa ham yaxshi. Baynaga ham, parga sepishga ham zo'r. Archangiz pixtami deb savol berishuvdi mana. Pixta, mana pixtalari aqib yotibdi mana, pasida o'zi mana. Mana pixta aqib turibdi mana. O'zi yarilib pixtasi aqadi mana. Mana. Pixtalari o'zi chiqib aqib turibdi mana shuni. Keragida sveji olib parga kirib cho'milsanglar rosa zo'r. Hammaga yaxshi kayfiyat. Sog' omon bo'linglar.